Hozir sizlar bilan zoologiyani eng boshi, ya'ni o'sha bir hujayralilardan tortib to bo'shliq ishiklargacha bo'lgan narsalarni juda ham full formatda tushuntirishga harakat qilaman. Bunday narsada 7-sinf boshini yaxshi tushunib olsangiz, o'sha keyingi qadamlarga asos bo'ladi-da. Bu narsani hozir aytib o'taman. Bizlar oldimizda turgan narsa zoologiyaga kirish o'sha joyini tushuntirish, undan keyin o'sha olimlar, undan tashqari bu yerda boshlanadi-ku, tiplar, o'sha umurtqasizlarning 20 ta tipi bor degan, o'shani bizga ba'zilarini bergan, o'sha ba'zilarini o'rgatib beraman. Bo'shliq ishiklargacha, bo'shliq ishiklar ham o'rgatiladi. Yas joychanglargacha ekan. Ana shu joygacha o'rgataman. Sizlar o'sha daftar bo'lsa daftar olib turinglar, kerakli joylarni yozib boringlar, savol bo'lsa beringlar, savol so'rasam javob beringlar, lekin xato javob bermanglar. Ana shunday bo'ladi. Ha, bu yog'i nasib bo'lsa 1-2 kundan keyin YouTube'ga qo'yaman, yana boshqatdan takrorlaysizlar. Nasib bo'lsa 1 oydan keyin kelasi oy test olamiz. Men sizlardan 30 tadan 30 ta, 27 ta, 28 ta kutaman. Hech qanaqa 20 ta, 15 ta degan narsa bo'lmasin. Yana bir ikkita masalalar bor, darsdan keyin gaplashib olamiz. Bo'lmasa shu zoologiyani boshlaylik bir boshdan. 7 ta, 28 ta kutaman. Hech qanaqa 20 ta, 15 ta degan narsa bo'lmasin. Yana bir ikkita masalalar bor, darsdan keyin gaplashib olamiz. Bo'lmasa shu zoologiyani boshlaylik bir boshdan nasib bo'lsa. Zoologiya. O'rtada katta A, L harfiga e'tibor bermaysizlar, zoologiya. Umloviy xato. Demak, o'quvchilar, zo bu nima? Hayvon, hayvon. Logos bu fan ta'limot. Demak, zo hayvon, bu yog'i fan ta'limot. Ya'ni hayvonlarni o'rganuvchi fan nima ekan? Zoologiya ekan. Buni o'zini tarmoqlari bor. Bo'limlari ham bor. Ketma-ket o'rganib ketaveramiz. Ya'ni zoologiya qanday boshlanadi? Xuddi biologiya boshlangandek, bu ham iyerarxik zinapoyaday ketadi o'quvchilar. Hozir men sizlarga mana shu narsani tushuntirib beraman. Birinchi boshida o'quvchilar oddiygina hayvonlar bo'ladi. Ya'ni sodda hayvonlar. Bularga misol uchun oddiygina amyobani misol keltirsak bo'ladi. Amyoba. Keyin kelishi mumkin tuf-yelka. Undan keyin kelishi mumkin misol uchunda nima edi? Bo'shliq ishiklar kelishi mumkin. Undan keyin yas cho'lchanglar, halqali cho'lchanglar va hokazo qushlar, undan keyin sutemizuvchilar va oxirida zoologiya tugaydi. Eng nimasi primatlar, ya'ni maymunlar bilan tugaydi. Undan keyin odamlar dunyosi boshlanadi va u 8-sinf bo'ladi. Mana bunday evolyutsiya degan narsa borda, qaranglar. Sodda hayvonlardan tortib biz maymunlargacha, eng yuksak odamlarga eng o'xshash bo'lgan organizmlargacha boryapmiz. Bu ketma-ket bir-biridan bir-biri paydo bo'ldi degan. Biza 6-sinfda eslangda bo'lsa, bir hujayrali tuban suvutdan tortib yopiqruqligigacha borgandik. Eslaringdami? Bu yerda endi oddiygina hayvonchadan tortib to o'sha maymungacha bo'lgan joy. O'sha maymun eng mukammal hayvonlarning ichida eng mukammalrog'i, aql tafakkuri yuqorirog'i bo'lgan hayvon va eng oxirida turibdi mana shu 7-sinfda oxirida. Hozir biz o'rganadiganimiz o'sha sodda hayvonlar, bo'shliq ishiklar bo'ladi o'quvchilar. Misol uchun sizlarga aytishim mumkin, savolda mamlakatimizda qancha baliqlar, qancha sudralib yuruvchilar bor degan savol ham tushishi mumkin. Lekin doim ham unday osonroq savol tushmaydi. Mayli, birinchi oson savolga javob beramiz. Xo'sh. Mamlakatimizda baliqlarda qancha turi bor o'quvchilar? 70 ta turi bor, demak, baliq 70 ta turi bor ekan. Keyingisi sudralib yuruvchilarda, mana hozir suv bo'lgani uchun yozmayapman. Sudralib yuruvchilarda 60 ta turi bor. Qushlarda o'quvchilar 400 ta turi bor. 400 ta, mana 70 ta ko'rinaydi ham qo'yaylik. Undan tashqari hasharotlarda o'quvchilar 11 ta turi bor. Yana mana bu yerga ketmak. Sutemizuvchilarda yuzlab turi bor. Mana shunday sifrlar berilgan, lekin savol unday oddiy tushmaydi. Misol uchun men savol tayinlasam ham, mamlakatimizda baliqning qancha turi bor demayman. Mamlakatimizda qon aylanish doirasi bitta doiradan iborat bo'lgan organizmlar qancha turi bor deyman. Yoki mamlakatimizda deyman, 4 kamerali yurakka ega bo'lgan organizmlar qancha turi bor deyman. 4 kamerali yurakka ega bo'lgan organizmlar 500 ta. Chunki qushlarda ham yuragi o'quvchilar 4 kamerali bo'ladi, sutemizuvchilarda ham yuragi 4 kamerali bo'ladi. Baliqlarda yuragi esa 2 kamerali bo'ladi.
Mana sudrali beruvchilarning yuragi 3 kamerali bo'ladi. Hasharotlarning yuragi esa malades, naysimon bo'ladi o'quvchilar. Demak, naysimon yurakka ega bo'lsa bu deyman. Yoki umurtqasizlarda qancha turi bor desa, men 11,000 deyman-da, misol uchun. Umurtqasiz bu yerda hasharot. Chunki baliqda umurtqa bor, sut emizuvchida bor, qushlarda bor, sudrali beruvchilarda bor. Agar umurtqalilarda qancha turi bor desa, mana shularni qo'shaman men. Savol mana shundayroq bo'lishi mumkin. Xuddi shunday O'rta Osiyo mamlakatida tarqalgan hayvonlar ham shunaqa bo'ladi, o'quvchilar. Baliqlar sinfiga kiruvchilar Orol bakra balig'i va soxta kurakburun baliq hisoblanadi. Sudrali beruvchilar sinfiga kiruvchilar o'quvchilar Turkiston agamasi, Turkiston gekkoni, qum bug'ma iloni kiradi o'quvchilar. Endi sut emizuvchilargachi? Sut emizuvchilarga o'zi ikkita kiradi. Ingichka barmoqli qo'shoyoq va ko'k sug'ur kiradi. Savol tushsa qanday tushadi? Mana shunday sal qiyinroq. Baliqlar sinfiga demay turib, men sovuqqonli hayvonlarda qaysilari faqat O'rta Osiyoda uchraydi desam, Orol bakra balig'i, soxta kurakburun baliq, Turkiston agamas, Turkiston gekkoni, qum bug'ma iloni deysizlar. Chunki baliqlar bilan sudrali beruvchilar bular sovuqqonli organizmlar hisoblanadi. Mabodo sut emizuvchilarni yokida issiqqonlilarni desam, qaranglar. Ingichka barmoqli qo'shoyoq bilan ko'k sug'ur ikkitagina. Ishqib o'chib boshqadan boshlamadim va qaranglar, ikkita turibdimi? Men ko'rinishim shart emas, doska ko'rish kerak. Savol shunday. Umurtqa pog'onasi rivojlangan faqat O'rta Osiyoda desa, baliqlar umurtqasi bormi? Bor. Mana bu ikkovi. Sudrali beruvchilarda bormi? Bor. Sut emizuvchida bormi? Bor. Demak, hammasida bor. Bular o'quvchilar faqat O'rta Osiyoda tarqalgan. O'rta Osiyo mamlakatlar borku, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, ana shu mamlakatlarda mana shularni uchratamiz. O'zimizda mamlakatimizda mana bularning shuncha turi bor deb berilgan. Va buni savolni murakkablashtirib bersak bo'ladi. Hozir mana shu uchrayotgan paytlarimiz mana shu turib pauza qilib tursangiz bo'ladi. Vasl turib misol uchun. Va ekonom bo'lish kerak. Megabayt kattarib ketadi bo'lmasa. Keyin o'quvchilar. Olimlar yana bor. Misol uchun bular o'tib ketgan o'sha davrda olimlaridir, lekin o'zimizda olimlar bor. Misol uchun Kashkarov. Endi yozuv xato bo'ldi. Hayvonlar ekologiyasini o'rgangan olim bo'ladi. Yokida o'quvchilar Isayev bilan Borovskiy degan olimlar bor. Bular rishta, bezgak, lishmaniya degan kasalliklarni bartaraf qilgan olimlar bo'ladi. Undan tashqari Zohidov bilan Bogdanov degan olimlar bor. Bu olimlar umurtqali hayvonlarni o'rgangan. Bitta narsa, umurtqalilarda tipi kam edi, to'g'rimi? Bittagina tipi bordi. Umurtqasizlarda tipi 20 ta, ya'ni ko'pmi? Endi yana bir-biriga bog'lab yodlab qo'yinglar. Umurtqalilarda o'rgangan olim mana shu ikkitaginasi ekan. Lekin umurtqasizlarda o'rganganlar Muhammadev, Aliyev, Yaxantov, To'laganov, Azimov, Sultanov degan olimlar bo'ladi. Yana qaytaramiz. Muhammadev, Aliyev, Yaxantov, To'laganov, Azimov, Sultanov. Mana shu olimlar umurtqasiz hayvonlarni o'rgangan. Umurtqasizlarda tipi ko'pmidi? Demak, ko'p olimlar o'rgangan deb yodlab qo'yinglar. Umurtqalilarda atiga bitta tipi bordi, kamroq olimlar o'rgangan. Ya'ni Zohidov bilan Bogdanov umurtqalilarni o'rgangan. Mana bu olimlar bo'lsa umurtqasizlarni o'rgangan. Isayev bilan Borovskiy rishta bezgak lishmaniya, o'zimizda Kashkarov degan hayvonlar ekologiyasiga nima qilgan o'sha adashmasam mana shu o'zimizda olim Kashkarov. Ya'ni Keyin o'quvchilar bu xo'sh hayvonlarni nimadir yeyishiga qarab bir 2-3 ga bo'linib ketadi. 3 dan ko'proq. Yirtqich hayvonlar, o'txo'r hayvonlar, parazit hayvonlar va xamaxo'r hayvonlar ham bor. Menimcha yirtqich, o'txo'r desa hamma nimanidir tushunadi, menimcha aniq tushunadi. Yirtqich hayvonlar nima bilan oziqlanadi? Go'sht bilan oziqlanadi. O'txo'r hayvonlar nima bilan oziqlanadi? O't bilan oziqlanadi. Parazitlarchi? Parazit. Umuman ham o'quvchilar, odam faqat hayvon emas, faqat o'sha tirik organizm bor-ku, 4 ta dunyo, farqi yo'q. O'sha tirik organizmlar ichida parazit yashaydi. O'simlikda ham, zamburug'da ham yoki hayvonda ham ichida parazit yashaydi. Ya'ni nimasidir hisobiga oziqlansa bular parazit. Endi hamma narsa bilan oziqlansa ular xamaxo'r hayvonlar hisoblanadi. Shunaqa gaplar. Bu o'shani nima deydi? Nimadir yeyishiga qarab bo'limlarga bo'linishi. Undan tashqari o'quvchilar tanasini haroratiga qarab yana ikkiga bo'linadi. Issiqqonlilar bor va sovuqqonlilar bor. Issiqqonlilarga qushlar bilan
Sutimiz o'chilar kiradi. Sovuqqonliklarga juda ko'p narsa kiradi. Hali o'tamiz bu narsalarni. Keyin o'quvchilar, odamlar paydo bo'lgandan keyin, ov qilish qurollari takomillashgandan keyin ba'zi bir hayvonlar yo'q bo'lib ketdi, ba'zi bir hayvonlar qirilish yo'qolish xavfiga kelib qoldi. Misol uchun Strilov sigiri degan dengiz hayvoni bo'lgan. Bu dengiz hayvon, bu sigir emas. Ana shu hayvon yo'q bo'lib ketdi o'quvchilar. Keyin tarpan degan ot bo'lgan. U narsa yo'q bo'lib ketdi. Ya'ni tarpan otlarning nasl boshi. U yo'q bo'lib ketdi. Undan keyin o'quvchilar xo'sh. Yevropa turi qoramol nasr boshi. Ya'ni Yevropa turi degan hayvon bor. Bu o'quvchilar qoramol. Mana qoramol, olamol, qizilmol farqi yo'q, hamma mol. Sigir, ho'kiz, buzovcha, hammasi. Ana shularni ota-bobolari, ajdodlari, ajdodi bo'lgan. Bu ham yo'q bo'lib ketgan. Demak, Strilov sigiri, dengiz hayvoni, tarpan, kimniki otlar nasl boshi, Yevropa turi qoramol nasl boshi. Bular hammasi yo'q bo'lib ketgan. Keyinchalik o'quvchilar hozirga kelib yo'qolish xavfida bo'lib turgan hayvonlar bor. Prjevaliskiy oti mana shu yo'qolish xavfida turibdi. Keyin zubir, bizon, yana qaysi bor? Xongur, jayra. Mana shu hayvonlar yo'qolish xavfida turibdi. Qizil kitob kiritilgan hayvonlar. Yo'q, uchma-amal zo'rg'a mana shu dunyoga lashib turibdi-da. Ya'ni bular kam deganda, bular kamayib ketgan hayvonlar hisoblanadi. Keyin o'quvchilarga hayvon bilan o'simlikda o'xshashliklari bor. Tez qisqacha shuni ham tushuntirib ketishimiz kerak. Vaqt juda chegaralangan, kech bo'lib ketyapti. Ko'pincha o'simlik bilan hayvon hujayralari o'xshash. Har o'simlikda ham, hayvonda ham hayvon. Ne qilamizda? O'simlik bilan hayvonning o'xshashliklari ko'pincha hujayraga bog'liq. Ikkovida ham hujayra bor. Hujayraning kimyoviy tarkibi ham o'xshash, ikkoviniki ham o'xshash. Hujayrada yadro bormi? Bor. Bunda ham yadro bor. Sitoplazma bormi? Mana bunda ham sitoplazma bor. Lekin mana buni hujayra qobig'i sellyuloza bor-a? Sellyuloza bor, qattiq bo'ladi. Mana bunda nima bo'ladi? Yupqa qobiq bo'ladi. Bu hayvon-ku. Keyin mana bu fotosintez qiladi. Mana bu fotosintez qilmaydi. 90% hayvon fotosintez qilmaydi, faqatgina protakista, o'shalar fotosintez qiladi. Bu hayvonlar fotosintez qilmaydi. O'simlik lekin fotosintez qiladi o'quvchilar. Keyin bularda xlorofil pigment yozdikmi? Xlorofil pigment o'simliklarda bor. Bularda unaqa pigment yo'q. Ya'ni likoplast, xloroplast, xromoplast degan pigmentlar yo'q. Bularda melanin pigmenti bo'lishi mumkin. O'shaqa pigmentlar bor. Lekin plastida faqatgina o'simlikka tegishli bo'ladi. Hujayra qobig'ini aytdik, yana bir ikkita narsalar kelib qolsa aytamiz. Chiqib shunaqa. Vakolarni, shira to'plovchi vakolar o'simlikda bo'ladi. Qisqaruvchi vakolar hayvonda bo'ladi odatda. Keyin o'quvchilar hayvonlarning umurtqa pog'onasi bor yo'qligiga qarab ikkiga bo'linadi. Hayvon, ya'ni umurtqasizlar, umurtqasi yo'qlar deyman va o'sha hayvonlarda umurtqasi borlar deymiz. Umurtqasi borlarda bitta tipi bor. U ham bo'lsa o'quvchilar xordalilar tipi hisoblanadi. Umurtqasi yo'qlarda 20 ta tipi bor. O'quvchilar ana shu 20 ta tipdan atiga bizlar 7 tasinimi, 6 tasinimi ko'ramiz. Ular qaysilar o'quvchilar? Sodda hayvonlar, ya'ni sodda hayvonlar bir hujayra. O'zi umuman mana bu sodda hayvonlar hisoblanib to'g'ri ketyapti. Sodda hayvonlar tipi. Keyingi tipga o'tamiz. Bo'shliqchilar tipi. Keyingi tipga o'tamiz. Yas cho'lchaylar tipi. Undan keyingisi to'garak cho'lchaylar tipi. Undan keyingisi halqali cho'lchaylar tipi. Undan keyingisi mollyuskalar tipi hisoblanadi. Undan keyingisi bo'g'imoyoqlilar tipi hisoblanadi. Adashmasam bo'g'imoyoqlidan keyin baliqlar kelib qoladi, baliqlar sinfi, umurtqalilar kelib qoladi. Shuning uchun biz hozir nechta tip? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. 7 ta tipni o'rganar ekanmiz va 7 ta tipni o'zini vakillari, o'zini sinflari bor. Misol uchun sodda hayvonlar tipini sinflari bor. Qanaqa sinflar o'quvchilar? Soxta oyoqlilar sinfi bor. Undan tashqari xifchilliklar sinfi bor, infuzoriyalar sinfi bor va sporalilar sinfi bor. Yokida bo'shliq ishchilarda o'quvchilar gidroid poliplar sinfi bor, sisifoid meduzalar ham bor, lekin ungacha koral poliplar bor va oxirida sisifoid meduzalar. Demak, gidroid poliplar, koral poliplar, sisifoid meduzalar degan. Bular ham ketaveradi. Ba'zilarning sinfi yo'q. Misol uchun to'garak cho'lchaylarga sinf berilmagan.
Biza hozir o'rganadiganimiz vaqtga qarab sodda hayvonlar tipini mana bu soxta oyoqlilari, xipchinlilari, infuzoriyalari va sporalilari. Undan tashqari gidroid poliplar, koral poliplar, sisifoid meduzalar sinflarini o'rganamiz. Demak, tepadagilar tip, ya'ni yana bir qaytara olamiz. Sodda hayvonlar tipi, bo'shashchilar tipi yoki ikkinchi nomi kaugchillar, ikkinchi nomi bir hujayralar, yassi cho'lchaylar tipi, to'garak cho'lchaylar tipi, bu nima? Halqali cho'lchaylar, mollyuskalar va qanday bo'shliq ishlar? Bo'shliq ishlar. Bo'g'im oyoqlilar tipi hisoblanadi. Mana bu dangalda bir dona tipi bor-da, xordalilar. Ikkinchi sinflari bor ularda. Sodda hayvonlar tipi birinchi sinfi nima bo'ldi? Soxta oyoqlilar sinfi. Undan keyingi sinf nima bo'lyapti? Chinlilar, chinlilar sinf. Undan keyingisi nima bo'lyapti? Infuzoriyalar sinfi. Undan keyingisi sporalilar sinfi. Shu yerda takrorlab turinglar. Sporalilar sinf bo'lyapti va shu sodda hayvonlar tipi shu yerda tugaydi. Va hammasini o'rganganmiz. Birinchi bo'lib soxta oyoqlilar sinfiga nimalar kirishini bilib olaylik o'quvchilar. Oddiy amyoba. Og'iz amyobasi. Ichburuq amyobasi. Forminiferalar va nursimonlar. O'quvchilar forminifera bilan nursimon hozirda yo'qolib ketgan va bunda ohak qoldiqlari, skeletlari qolib ketgan. Lekin oddiy amyoba, og'iz amyobasi, ichburuq amyobalari bor. Endi hozir tipik vakil sifatida oddiy amyobani chizib, o'rgatib ko'rsataman. Oddiy amyoba o'quvchilar hujayra bitta hujayradan iborat. Bular sodda hayvonlarni biz ikkinchi nomi bir hujayralilar tipi deyiladi. Demak, hammasi bitta hujayra. Hatto infuzoriya tufilkasida ikkita yadro bo'lgan bilan ham bitta hujayra hisoblanadi. Mana bu yerga katta qilib o'sha amyobani chizamiz. Mana amyobada shakl bormi? Qanaqa shaklda? Yo'q. Amyobani o'zining shakli yo'q. Chunki mana bu hujayra qobig'i nima bo'ladi o'quvchilar? Hayvon yupqa. Mana bu nima ekan o'zi shu yupqa narsa? Hujayra ishqib qobig'i, hujayra qobig'i ekan. O'quvchilar yadro degan narsa bormi? Bor-da. Demak, yadrosi bo'lar ekan. Yadrodan tashqari yana nimalar bo'ladi, qanday yashaydi, o'sha narsalarni o'rganamiz. Nima uchun soxta oyoqlilar sinfiga kirishini ham o'rganamiz. Hammasi soxta oyoq bor o'quvchilar. Bular yashashi shundayki, suvda yashab turib o'quvchilar suvdagi juda ham mayda narsalar bilan oziqlanadi. O'zi buning kattaligi qancha? 0.2, 0.5 mm hisoblanadi. 0.2, 0.5 mm nima degani? 1 santimetrda ichida nechta millimetr bor? 10 ta millimetr bor. Даже 10 ta millimetrda biridan ham kichikda. Birini yarmiga tegishli. Maksimal uzunligi 10 ta santimetr ichidagi bitta millimetrda yarmiga tegishli bo'lyapti. Chunki 0.2, 0.5 millimetr deyapti. Mana shuni uzunligini. Demak, ko'z bilan ko'rish juda qiyin. Даже ko'rmasak ham kerak. Oddiy amyobani. Endi bu shunday sodda bo'lsa ham o'ziga yarasha yashash taraqqiyoti bor. Mana bu oziqa, ovqat. Mana shu paytda amyoba o'zidan soxta oyoqlarini chiqaradi. Mana shunday. Xohlagan joydan soxta oyoq chiqaradi o'quvchilar va soxta oyoqni bir-biriga birlashtirib nima qiladi? Oziqni qamrab oldimi? Oziq ichkarida-ya, mana bu yerga oziq o'tdi. Mana bu oziq o'quvchilar. Endi oziqni atrofidan mana bunday hazm qiluvchi vakola paydo bo'ladi. Hazm qiluvchi vakola ichida nimalar bo'ladi o'quvchilar? Hazm qiluvchi vakola ichida hazmni shirasi, ya'ni parchalovchi moddalar bo'ladi. Demak, o'sha parchalovchi moddalar mana shu oziqni nima qiladi? Parchalab yuboradi. Parchalagandan keyin oziqdan mana bunday qoldiqlar qoladi va nima oziqda, ya'ni o'ziga, ya'ni yegan oziq moddasi mana bu yoqqa ozuqa bo'lib chiqadi. Mana bu yoqqa ozuqa bo'lib chiqadi. Keyin mana bularni biz kelishib olaylik. Mana bunaqa narsani biz nima deymiz? Ozuqa, tayyor ozuqa deymiz. Mana bunaqa narsani biz deylik, mayli, axlat deymiz, axlat. Mana bunaqa nuqtachalarni deylik, siydikka o'xshagan narsa deylik, lekin aslida nisbiy tushuncha bilan, xo'sh, yana H2O bor, SO2 bordir bo'lmasa, yokida O2 bor. Shunaqa narsalarni tushuna olaylik va mana bunday narsa, o'sha chaqmoq belgisi qanday bo'laydi? Mana. Yani bu nima bo'ladi endi? Energiya bo'ladi. Energiya deymiz. Hozir bu deylik, mana bu yerdan bitta ovqat yeydi o'quvchilar. Nima bo'ladi mana bu yerdan? Soxta oyoqlar chiqaradi. Mana bunday soxta oyoqlar chiqarib oziq qamrab oldi. Va qayerga o'tkazdi? Sitoplazmaga o'tkazdimi? Sitoplazmaga o'tgandan keyin kelib ocham deydi, mana bu yerda nima paydo bo'ladi? Hazm vakolasi. Demak, mana bularning ismi nima ekan? Hazm vakolasi, vakola. Mana bu nima edi o'quvchilar? Yadro. Ichkarida suyuq modda nima bo'ladi?
sitoplazma bo'ladi. Demak, suyuqlik sitoplazma, o'rtadagi narsa yadro va mana bu ovqatni atrofdan chiqib olgan narsalar hazm vakolalari va hazm vakolasining ichida nima bo'ladi? Fermentlar bo'ladi va nima qiladi u? Ovqatni parchalaydi. Ovqat hazm qilmaydi, ovqatni parchalaydi. Demak, parchalangan ovqat bu mana bu yoqqa sitoplazmaga o'tadi. Demak, mana bu shaklda sitoplazmaga o'tdi o'quvchilar, mana. Va mana bu endi asta-asta yo'q bo'lib ketadi, kichik bo'lib qoldi. Chunki parchalanyapti-da. Bu ham parchalandida nima bo'lib qoldi? Kichkinagina bo'lib qoldi. Chunki u parchalanyapti. Keyin hazm vakolasi o'sha parchalab bo'lgandan keyin yo'qoladi. Va mana shu yerda nimalar paydo bo'ladi? Agar mabodo mana bu yerda ovqat bo'lsa, yana nima qiladi? Mana shunday bo'ladi va sitoplazmaga ovqat o'tkazadi va hazm vakolasi paydo bo'ladi. Keyin fermentlar ta'sirida nima qiladi uni? Parchalaydi va ozuqa mana bu yoqqa chiqadi. Endi ozuqa chiqib turibdi. Hozircha bu tashqaridan nima yutadi yana? Suv yutadi va suvda erigan kislorod bilan nafas oladi. Demak, tashqaridan H2O yutyapti. Suv kiryapti ichkariga. Suv ichida mana H2O kiryapti va suvning ichida nima bor o'quvchilar? Kislorod bor. Demak, har bir kislorod o'sha suv bilan kirgan kislorodlar, mana bu yoqda ham H2O bor. Demak, kislorodlar nima bo'lyapti? Tanasida tarqalyaptimi? Kislorodlar nafas olishga ham foyda beradi. Keyin mana bu ozuqani Orzubek o'rnidan tur o'rningdan. Mana bu kislorodlar o'quvchilar, mana ozuqa bor-ku, oziq moddani parchalab yuboradi. Mana, qaranglar qanday parchalayapti. Hammasi nima qilyapti? Kislorod qilyapti, kislorod kirdi, oziq moddani parchaladi. Oziq modda parchalangandan keyin biz ovqat yesak, ovqat ichkarida parchalanib ketsa va singib ketsa, nima hosil bo'ladi? Energiya hosil bo'ladi. Demak, mana bu oziq parchalangandan keyin nima hosil bo'ladi? Energiya hosil bo'ladi. Amyoba kuchayadi, kachok bo'ladi keyin. Mana energiya hosil bo'ldi. Energiya nima hisobiga hosil bo'ldi? Oziq modda hisobiga. Oziq modda nima parchaladi? Kirgan kislorod parchaladi. Endi mana bu kesilgan narsalar bu nima? Bu mana bunday axlat bo'lib qoldi. Axlat. Ovqat yeganingdan keyin axlat chiqaradi, axlat. Demak, mana bu axlatlar endi nima bo'ladi? O'quvchilar, axlatlar qayerdan chiqadi desa, qisqaruvchi vakola deysizlar, bu xato. Axlat o'quvchilar xohlagan joyda mana bunday sitoplazmatik teshikcha, sitoplazmadagi teshikchalar orqali chiqadi. Sitoplazmada teshikchalar bo'ladi o'quvchilar. Hujayra, biz hujayrani o'rgangan paytimiz, hujayrada mana bunday xususiyat bor deganmiz. Hujayra moddalarni tanlab o'tkazadi, tanlab chiqaradi deganmiz. Demak, moddalar almashuviga o'sha hujayra moddalarni ichiga nimanidir, ya'ni moddalar deb uzr, hujayrani ichiga moddalarni tanlab kirgizadi, ichkaridan narsalar chiqaradi. Shunaqangi joyi bor deganmiz. Amyoba ham xuddi shundayki, sitoplazmasida mana bunday teshikchalar bor ekan. U teshikcha anal deyilmaydi. Tufilkada anal teshigi bor ekan. U teshikcha anal teshigi deyilmaydi. Shunchaki sitoplazma teshikchasi deyiladi. Va mana bu qoldiqmi o'quvchilar, mana bu narsa? Mana shu kesib qoldiq-ku, mana shu tashqariga nima qiladi? Chiqib ketadi. Ichkarida endi nima qolmadi? Axlat qoldiq qolmadi o'quvchilar. Hamma axlat mana shunday sitoplazmada teshikcha orqali qayerga chiqib ketyapti? Tashqariga. Mana bu yerda axlatlar emasda, mana bu yerda sitoplazmasida teshikcha orqali tashqariga chiqib ketadi. Axlat boshqa narsa, siydik boshqa narsa, to'g'rimi? Ikki joydan chiqadi-yu. Lekin bularda siydik va axlat degan narsa unchalik ham aniq tushuncha emas. Bularda buyrak yo'q, shuncha siydik yo'q, lekin siydik tarkibida nima bor? Keraksiz moddalar bor, keraksiz tuzlar bor, keraksiz suvlar bor. Ana shunday, xuddi shunday keraksiz moddalar, keraksiz suv yoki keraksiz tuzlar qisqaruvchi vakolasi orqali tashqariga chiqib ketadi. Boya savol tug'iladi. Boya suv kiruvdi-ya. Suv faqat kislorod bo'lmaydi. Suv yana suv bo'lib chiqib ketadi. Agar suv yutaversa, portlab o'ladi-yu. Demak, mana bu kirgan suv chiqishi kerakmi? Qayerdan chiqadi? Mana bu yerda qisqaruvchi vakolasi bor. Qisqaruvchi vakola suvni o'ziga qabul qiladi. Mana bu yerda axlat emas, uzr, adashib ketdim. Axlat qayerdan chiqadi? Axlat sitoplazmada teshikchadan chiqadi. Demak, mana bu yerda zararli moddalarni suv bilan birgalikda nima qiladi? Tashqariga chiqarib yuborar ekan. Demak, qisqaruvchi vakolani ishi nima ekan o'quvchilar? Suvni va zararli moddalarni tashqariga chiqarib olish. Demak, axlat qayerdan chiqadi desa, ya'ni sitoplazmada teshikchadan, suv yoki keraksiz moddalar qayerdan chiqadi desa, qisqaruvchi vakoladan. Hazm qiluvchi vakola nima qiladi desa, birdan ovqat parchalaydi va kislorod ta'sirida ovqat yana ya'ni energiyaga aylanib ketadi va soxta nima edi bu? Soxta, amyobaning ichida energiya paydo bo'ladi. Va mana shu hayot tarzini davom ettirib yashayveradi. Xo'sh, yana nimasi qoldi? Ko'payishi o'quvchilar hayvon bo'lganligi uchun shunday botiq paydo bo'ladidan teng ikkiga bo'linib ko'payib qo'yaveradi. O'sha botiq paydo bo'ladi, ikkiga bo'linib ko'payib ketaveradi. Bu fotosintez qilmaydi, oziqlanishi millang yetira-turib oziqlanar ekan. Xo'sh, og'izdan mevasi ham, ichki burg'on mevasi ham shunday. Qisqaruvchi vakola degan narsa mana bunda bor, lekin mana bunda va mana bunda qisqaruvchi vakola yo'q. Sabab qisqaruvchi vakola parazitlarda, undan tashqari dengizda yashovchilarda bo'lmaydi deb kitobimizda yozilgan.
Shuning uchun biz uni yo'q deb bilamiz. O'quvchilar qisqaruvchi vakola mana shuncha narsada yo'q bo'lar ekan. Bir ta'sirlanishi, misol uchun noqulay sharoitda soxta oyoqlarni birdan yig'i holatdan yumaloq holatdan sista hosil qiladi. Hayvonlarda ta'sirlanish sista bilan bo'lsa, o'simliklarda misol uchun spora bilan bo'ladi o'quvchilar. Bu narsani yodlab qo'yish kerak. Undan keyin ayrishlarini aytdik. Forminifera bilan nursimonlardan foydali maqsadlarda foydalanamiz. Даже o'lik qoldiqlari bo'lsa ham, zib-ziynat yokida oxir qonlari, jilvir qog'ozlari, shunaqa narsalardan foydalanamiz. Keyin yana bitta narsa, oddiy amyoba bakteriyalar bilan oziqlanishi bilan birga anodni ham yeb qo'yadi, tufilkani ham yeydi o'quvchilar. Chunki laboratoriya yoki manbada jumloqli narsalarda tufilkani yeyishini bizlarga aytgan. Amyoba tufilkani yeydi. Amyoba yashil evgelinadan katta bo'ladi. 5-10 marta yashil evgelinadan katta, yashil evgelina 5-10 marta kichik degan joylar bor. Endi yashil evgelinaning o'zini ham mana bu xipchinliklar sinfiga nimalar kirardi? O'sha evgelina kirardi. Undan tashqari yana nima? Volvox kiradi va Leishmania bilan Trypanosoma kiradi. Tipik vakil kim? Evgelina. Mana bunday qilamizda, mana bunday qilib chizib qo'yamiz. O'quvchilar mana shunday bo'ladi. Bu qaysi tarafga qarab harakat qiladi desalar, mana bu tarafga qarab harakat qiladi. Nega? Chunki qaysi tarafda? Mayli, ko'zcha ham bor. Undan tashqari mana bu nima? Mana xipchini ham bor. Bu xipchin nima vazifani bajaradi? Vintga o'xshab burab, o'sha hayvonni harakat qilish vazifasini bajaradi. Bu ko'zcha, qisqaruvchi vakolasi ham bor, to'g'rimi? Qisqaruvchi vakolasi, hazm qiluvchi vakola qayerda bor? Hazm qiluvchi vakola bo'lmaydi, o'quvchilar. Hazm qiluvchi vakola ana shu mashina bo'lmaydi. Nimagaki bunda xromatofor degan narsa bor, o'quvchilar. Xromatofor nima qiladi? Fotosintez qiladi. Quyosh nuri ta'sirida, mana bu yashil yubileylar hayvon bo'lsa ham xromatofor orqali fotosintez qiladi va u tayyor energiya ichiga kiradi. Boya oziq kiryapti, oziqda kislorod parchalayapti, axlatni tashqariga chiqaryapti. Lekin bunda unaqa narsa bo'lmaydi. Shuning uchun qisqaruvchi vakola bor, hazm qiluvchi vakola yo'q. Ya'ni ovqatni tutib olib, uni hazm qiladigan nima yo'q, vakola yo'q. Agar mabodo quyosh bo'lmay qolsa, xromatofori yemiriladi, ya'ni yashil rang yo'qoladi, rangsiz bo'lib qoladi. Peshona ekan deydidanki, hayvonga o'xshab oziqlangan deydidan nima qiladi? Butun tanasi bilan suvda erigan oziq moddani shilib oziqlanadi o'quvchilar. Bu evgelina edi. Mana amyobani qanday yodlagan bo'lsak, buni ham xususiyatlari o'zi shunday-ku-ya. Faqat amyobada ayni bir shakl yo'q edi, bunda shakl bor. Amyobada bir harakatlanish a'zosi yo'q edi, harakatlanolmasdi ham, bir tomchi suvga o'xshab harakatlanardi, lekin bu harakatlana oladi va shakli bor. Ko'zchasi ham bor, qizildoq. Ko'zcha faqat yorug'likni sezadi o'quvchilar. Bu yoq qolgan narsalar o'xshash bo'ladi. Volvox degan narsa bor o'quvchilar. Koloniya bo'lib yashovchi hayvonlar bular. Mana bu koloniyasi sharsimon, bittagina nimasi bo'lsa, noksimon hisoblanadi. Diametri qancha bo'ladi? 1 mm bo'ladi o'quvchilar. Aynan bu mana shu koloniyaga o'xshash hayvonlardan gidrosimonlar, undan keyin koral poliplar, undan keyin meduzalar mana shunday evolyutsiya bu paydo bo'lgan deb aytadi. Leishmania bilan Trypanosoma bo'lsa o'quvchilar, bular parazit hayvonchalar hisoblanadi. Biri Afrika xalqlar zardobida, biri janubiy qism mamlakatlarda odamlarga zarar yetkazadigan hayvonlar hisoblanadi mana shu hayvonchalar. Endi infuzoriya tufilkaga o'tadigan bo'lsak, bu ham bunday murakkab emas. Iloj boricha tezroq tushuntirishga harakat qilmoq kechikyapmiz biz ko'chada. Infuzoriyaga kim kiradi? Tufilka. Tufilka o'xshamabdi, shu mana shunday qilib yozasanmi? Tufilka nimalar atrofda nimalar bilan qoplangan o'g'li? Kiprikchalar bilan qoplanadi va bu kiprikchalar tebranish orqali harakat qiladi. Amyobada hech bola yo'q edi, harakat qila olmasdi. Xipchini borligi uchun nima qildi? Harakat. Даже mana bu nima Volvoxda har birida nechtadan? Ikkitadan xipchin bor. Даже Volvoxlarda bir-biriga sitoplazmatik xipchalar bilan nima qilgan? Bir-bilan bog'langan. Bitta koloniyani bittagina a'zosi ovqat yesa, qolganlarga ham ovqat bo'linadi o'quvchilar. Tufilka o'ziga xos murakkab, katta va kichik yadro bor, qisqaruvchi vakolalari ikkita, yana ham o'quvchilar. Og'iz teshigi bor. Og'iz teshik shu paytgacha o'tdikmi? Birontasi og'iz teshigi yo'q edi. Mana shu narsa bor bunda. Og'iz bor, anal teshigi bor. Bu narsa oziq moddani tashqariga chiqarib yuboradi. Boya amyobada tashqariga nima qayerdan chiqib ketyapti? Sitoplazmada teshikdan. Endi bundachi o'zini teshigi bor. Shu bu mo'jiza bu hayvonchada u narsa bo'lish mumkin emas edi o'zi. Bor ekan. To'g'rimi? Yangi kitoblarda yozib, chizib ham ko'rsatilgan o'quvchilar. O'zi shu paytgacha bu narsa yo'q edi. Sizlarda shu bir nima bog'liqlik, bir muammo bormi deyman. Quloq deb o'yladilar shuni bir marta. Keyin gaplashamiz. Yomon tushuntirganmi deyman. Sizlar demak, men og'iz qayerda desa o'quvchilar, tornosimon chuqurchani ichida bo'ladi va og'izning atrofida, og'izni ham shunday chiroyli tushuntirdingizmi bir go'zal qilib? Og'iz atrofida nima bo'ladi? Paypasdagi
Asha nima qiladi? U ovqatni ichkariga yutadi-da. Ovqat ichkariga yutgandan keyin yana sitoplazmaga uzilib, butun boshi tanani aylanadi degan amaldan tashqariga qoldiq chiqib ketadi o'quvchilar. Fotosintez qiladimi? Yo'q, infuzoriya degani o'quvchilar pichanni bitmasi degani. Chunki infuzoriya, ya'ni tufilka, shunga o'xshagan hayvonlar somonning ichidan chiqqan. Pichan degan somon degani. Nega asabiylashmang. Yaxshi bo'lib ketadi o'qishga kirsangiz yoki kirolmay yerga tegib ketsangiz. Bir gap bo'lar hammasi. Ish qilganda kuting. Yo o'qing, yo maktabni bitiringdagini kuting bu yog'ini. Ha, shu yog'li yo bu yog'ida. Bunga alohida hamma bilan gaplashib olamizki, birma-bir. Bugun juda kech ketasizlar. O'quvchilar tufilkani ham ko'payishi bo'linish bilan bo'ladi-yu, lekin jinsiy ham ko'payadi tufilka. Chunki tufilka murakkabroq salgina. Sporalilar o'quvchilar. Sporalilarni ham tushuntirish kerak. Demak, mana bu narsa xo'sh. Sigaret emas bu. Chivin bu, chivin. Boya o'sha degan bor. Shuna olatanki vank qiladi-ku. O'quvchilar, bezgak chivini degan narsa bor. U bezgak plazmidasini, ya'ni o'sha sporalilardan bo'lgan bitta hayvonchani mana shu yerida tarqatadi yaramas. Mana bu yerlarda. Tasavvur qilinglar, chivin o'zi bir kichkina narsa-ya. Chivinning xartumchasi juda ham kichik, to'g'rimi? Chivinning xartumchasining ichida hayvoncha bor ekan. O'sha hayvoncha, mana chizdim-ku hayvoncha. Mana bu yerda bitta brat mazza qilib ish qilib yotibdi. Shuni chaqdi-da. Mana bu hayvoncha ichkariga kirdi. Buni tumshug'idan o'tib ichkariga kirdi. Ichkariga kirgandan keyin bu bir amallab jigarni topadi. Jigarga borgandan keyin bu jigar qulay joy. O'sha yerda mana bu narsa ko'payib oladi, ko'palab oladi. Bu o'zi ko'payayotgan narsa nima? Bezgak plazmidasi. Va bezgak plazmidasi endi o'quvchilar jigardan qonga o'tadi. Qonda o'quvchilar axranalar bor. Likosit degan axrana, likosit qarovul. Ya'ni dushman kelsa yo'q qiladi, bartaraf qiladi. Undan keyin nima bor? Trombosit bor. Undan keyinchi eritrosit bor. Mana shu qonga chiqqan paytda juda ham shu sterillik qilib likositlarni allab o'tib trombositdan o'tib eritrositga kirish kerak bo'ladi. Va buni deyarli 30 soniyani ichida ulguradi, uddalaydi. Mana bu yerda keldida ham mana buni ichiga kirib ketadi. O'zi juda ham kichkina bo'ladi. Mana buni ichiga kirishga ulguradi. Likosit keladi, likosit hujum qilishga keladi, himoya qilmoqchi bo'ladi, buni bartaraf qilmoqchi bo'ladi, lekin ulgurmay qoladi. Va mana bu yerda qaranglar, eritrosit topadi, oqsil retseptorlari yordamida buni tanib oladi. Oqsil retseptorlari eritrositni taniydi. Eritrosit tanigandan keyin znash likosit emas, trombosit emas, eritrosit deydi-da, bezgak plazmidasi mana buni ichiga kiradi. Kirgandan keyin o'zini shizogoniya usulida juda ham ko'p bo'laklarga bo'ladi. Demak, mana bunday, mana bu eritrosit bo'lsa o'quvchilar, uni ichiga kim kirdi? Bezgak plazmidasi kirdi. Qayerdan keldi? Jigardan keldi. Qondan o'tib shunday tovib keldi-da, mana bu yerga kirdi. Va shizogoniya usulida ko'p bo'laklarga bo'lingan paytda shunaqangi ko'p bo'lib ketadi bu. Toksinlarga bo'ladi, toksinlar hosil qiladi. Ya'ni mana buni ichida juda ham ko'p bo'laklar hosil bo'ldi va eritrosit endi ichidan yemiriladi va eritrosit yoriladi. Mana eritrosit yorildi o'quvchilar. Eritrosit yorilgandan keyin toksinlar bitta eritrosit ichiga kirmaydi. Yana ham eritrosit bor, uni ham ichiga kirgan, u ham yorilgan va toksinlar tashqariga chiqadi. Toksin bu nima? Zahar, zararli modda. Toksinlar endi qon tomirlar devoriga ta'sir qiladi va o'sha paytda odamda bezgak xuruj qiladi. Toksinlar qon tomir devoriga ta'sir qiladi, bezgak xuruj qiladi. Mana bu toksin boshqa yerda eritrositni topib, eritrosit ichiga kirmaydi. Faqatgina jigardan kelgan bezgak plazmidasi eritrositga kiradi va eritrosit ichida ko'payib, toksin hosil qilib, eritrositni yorib, qon plazmasiga chiqadi va qon plazmasiga chiqqan paytda qon tomirlar devoriga ta'sir qiladi va odamda bezgak xuruj bo'ladi, issiq chiqadi, nimadir bo'ladi, o'sha paytda kasallanadi. Uni keyin bartaraf qilish uchun doktorga olib borish kerak. Hammasiga aybdor mana shu ho'kiz. Mankillatib urish kerak o'sha paytda ushlab olgan. Ha. Bu ham parda qanotlilarga kiradimi? Ikki qanot. Parda qanotliga kirmaydi. Parda qanotliga kirmaydi. Parda qanotliga asalarilar kirardi, qumursqalar kirishi mumkin. Fermentlar kiradi. Ikki qanotlilarga pashshalar kiradi, misol uchun. Endi o'quvchilar sporalilarga bezgak plazmidasini ko'rdik hozir. O'sha-ku hay kiradi. Undan tashqari Nozimaxon ham kiradi. Tutpa qurti paraziti. Bu ham kichik, juda kichik parazitcha. Bularning qanchaga yaqin turi bor? 4400 deysizlar. 4000 ga yaqin.
4000 ga yaqin nimasi bo'ladi. O'quvchilar sporalilar juda ham soddalashib ketgan hayvonlar, chunki ular parazit yashagandan keyin ular tayyor oziq bilan oziqlanganligi uchun ovqat hazm qilish sistemi kerak emas. Ovqat hazm qilish sistemi bo'lmagandan keyin unda axlat bo'lmaydi va unda keraksiz modda bo'lmaydi. Keyin ayirish sistemi kerak emas, harakatlanish sistemi kerak emas. Demak, unda ko'proq nima kerak bo'ladi? Ko'payish kerak bo'ladi. Chunki eritrositlarning ichiga yoki boshqa joyga kirgan paytda juda ham ko'p marta bo'linib ko'paydi-ku. Demak, ko'payishi kuchayib ketdi bularda. Sporalilarda ko'payishi kuchaygan, ovqat hazm qilishi, harakatlanishi, ayirishi, shunga o'xshagan narsalar soddalashib ketgan. Yana bitta ma'lumot bor o'quvchilar. To'qima va organlari yo'q organizmlar bor. Bir hujayrali sodda hayvonlar va tuban ko'p hujayralilarda nima deyapman men aslida? O'sha bir hujayrali sodda hayvonlar bilan tuban ko'p hujayrali hayvonlarda ana ular parazit deb tani. Hamma savol javobing. Ana. Bir hujayralilar bilan tuban ko'p hujayralilarda to'qima organ bo'lmaydi. Va bo'shliq ishlarda ham. Qaysilar ekan? Bo'shliq ishlar qolib ketyapti. Bo'shliq ishlarda ham bo'lmaydi. Mana bu sodda hayvonlar tipi tugadi. Pauza qilsangiz, endi bo'shliq ishlarga o'tamiz. Bo'shliq ishlar tipimi sinfimi o'quvchilar? Tipi. Chunki tipda bu. Buni sinflari bor, qaysilar? Gidroid, poliplar sinfi va koral poliplar sinfi va undan tashqari sisifoid meduzalar sinfi o'quvchilar. Shuncha sinf bor. Atiga 3 ta. Boya sodda hayvonlar, ya'ni bir hujayralar nechta sinf bor edi? 7 ta sinf bor edi. Sanaylikda bir soxta oyoqlilar sinfi, xichillilar sinfi, infuzoriyalar sinfi, sporalilar. Uncha ko'p emas ekan-ku. 4 tagina ekan-ku. 7 ta u tip ekan, mana bu sodda hayvonlar tipi, bo'shlig'ichilar tipi, undan keyin yassi o'lchaylar tipi, halqalilar, tugaraklar, mollyuskalar va yana bo'g'amalar tipi. Tushunarli. Bunda 3 ta sinf bor ekan. Qaranglar, gidroid poliplar tipiga chuchuk suv gidrasi kiradi. Koral poliplarga aktiniyalar va koral, ya'ni koral poliplar nimasiga? Aktiniyalar, keyin koral poliplar o'zi kiradi-da. Koral riflar, sizifoid meduzalargacha o'quvchilar, Aurelia, qutb meduzasi, ildiz og'iz meduzalar kiradi. Hozir men gidrani tushuntiraman. Shunaqangi tushunib olinglar. Gidraga o'xshaydi koral polip va meduza. Hammasi bir-biriga o'xshaydi. Voy ham aytdim. Amyoba qanday bo'lsa, undan keyingilari ham bir-biriga o'xshaydi. Sal farq qiladi, lekin birinchi bu boshlang'ichini tushunib olishimiz kerak. Xo'sh, o'quvchilar, gidrani rasmini chizamiz. Gidrani ko'plar bilsa kerak, gidra nima deganligini. Gidra futbolistlar biladi-ku. Gidra nima? Gidra. Uzun naski-ku, shunga o'xshab ketadi, qaranglar, gidra ham. Qaranglar, mana bu yerda oyoq tiqasizlar. Uzr, og'zi bu. Oyoq tiqmaysizlar. Naskiga oyoq tiqasizlar. Mana bu naski, nima deyapman? Mana bu gidra. Uni atrofida nimalari bor? Paypaslagishlar, og'iz paypaslagishlar. Demak, bu nima ekan? Og'iz. O'zi og'iz qaysidan paydo bo'ldi? Siz aytingchi negini? Qolganlar aytsinchi? Tufilkada og'iz paydo bo'ldi. O'quvchilar, bularga kelib nima paydo bo'lganini hozir tushuntirib beraman. Mana qaranglar. Mana bunday keyingi qavat paydo bo'ldi. Boyagilar bir qavat edi-ku, endi bular 2 qavat bo'ldi. Shuni tashqi qavati nima deyiladi? Ektoderma deyiladi. Ichki qavati nima deyiladi? Endoderma deyiladi. Endoderma. O'quvchilar, ekto degani tashqi degani, derma degani qavat degani. Tushunyapsizlarmi? Tashqi qavat, ichki qavat degan narsa bor. Demak, 2 ta qavat paydo bo'libdi kimlardan? Bo'shliq ichliklardan. Nima uchun bo'shliq ichlik? Qiziq, chunki buni ichi bo'sh. Mana bu joy bor-ku, bo'sh. Xuddi bir nima desam bo'lar, katta ochiq maydonday bo'sh buni ichi. Chunki bu bo'shliq ichlik. Na bir a'zo bor. Bunda to'qima organ bormi? Yo'q. Chunki boya nima dedik? Bir hujayrali va tuban ko'p hujayralilarda va bo'shliq ichliklarda to'qima va organlar bo'lmaydi dedik. To'qima va organ degan narsa yo'q. Ularda hujayralar bor. O'quvchilar, ektoderma qavatda qandaydir hujayra bor, endoderma qavatda qandaydir hujayralar borligini hozir o'rganamiz. Demak, mana bu yerga men ektoderma deyman. Mana bu yerga men endoderma, endoderma. Bu qaysi qavat? Tashqi ichki. Tashqi qavat bu-chi? Ichki qavat. Tashqi qavatda nimalar borligi kitoblaringizda yozilgan o'quvchilar. Birinchilari, ya'ni muskul hujayralari to'qimasi emas.
Keyingisi o'quvchilar deylik nerv hujayralari. Qanaqa nerv? Yulduzsimon nerv hujayralari o'quvchilar. Undan keyingisi ha, to'g'ri. Otuvchi hujayralar ham bor. To'g'ri, hozir. Otuvchi hujayralar. Otuvchi hujayradan keyin o'quvchilar oraliq hujayralar bor. Oraliq hujayra. O'quvchilar mana shu 4 ta hujayrani hammasi qaysi qavatda? Ikkita derma qavatida bo'ladi. Endi men keyinlar o'sha narsani chizib chiqaman. Mana shu muskul hujayrasi mana bundayroq shaklda bo'ladi o'quvchilar. Mana nerv hujayrasi shaklini ko'rdilaring, uzun, yulduzsimon bo'ladi. Otiluvchi hujayra mana bundayroq bo'ladi o'quvchilar. Ichida otiluvchi kapsulasi, suyuqligi va mana bu yerda ana bunaqa narsasi. Oraliq hujayralar yirik va yadrosi ham yirik bo'ladi o'quvchilar. Ana shu narsalar bunga sig'diramiz qaysi qavatiga? Ikkita derma qavatiga. Birinchi o'rin mana bu yerga qanaqa nimani? O'sha muskul hujayrasini qo'yib chiqaman o'quvchilar mana. Demak, muskul hujayralari qo'yilib chiqilyapti. Ikkita derma qavatga e'tibor berayotgan bo'lsalar o'quvchilar, cho'ralab chizmayman. O'quvchilar, muskul hujayrasining ichida muskul tolasi bor. Muskul tolasi qisqarish vazifasini bajaradi o'quvchilar. Ko'ryapsizlarmi? Muskul tolasi. Endi o'quvchilar, meni mana bu muskulim, mana shu muskulim qisqarsa, qo'lim mana bunday ko'tariladi, to'g'rimi? Kuchim kammikan, zalga bormayapman-da. Bo'lmasa yirtib chiqib ketadi. Demak, mana bu muskul qisqarsa, mana bunday tushadi. Demak, mana buni muskullari qisqarsa, mana bu butun tanasi qanday ahvolga kelib qolishini hozir chizib beraman o'quvchilar. Ko'ryapsizlarmi? Og'zi. Yana mana bunday bo'ladi keyin. Hop, uzr, bunday oldi. Xo'sh. Umbaloq oshyapti, ko'ryapsizlarmi? Mana bu taraf qisqaryapti-ku. Inkayib, mana bunaqasiga umbaloq oshib, demak, harakatlanishi qanday bo'lar ekan? Umbaloq oshish bilan ketyapti. Mana bu chunki muskullar qisqaryapti, bu tarafdagilar bo'shashyapti, qisqargan payti bular yumaloqlanib olyapti. Mana bu narsa mana bu yoqqa kelyapti-da, yana mana bunda yumaloqlanib ketaveryapti o'quvchilar. Muskulning vazifasini bildilaring menimcha. Keyingisi o'quvchilar o'rtada oraliq hujayralar bor. Oraliq hujayralar. O'quvchilar oraliq hujayraning o'zi vazifasi bor, yirik yadroli bo'ladi. Hammasi misol uchun gidrani qayerdir shikastlansa, deylik, mana bu muskul hujayrasi shikastlansa, mana bu oraliq hujayra bir qismini birdan yo'qotadi, muskul hujayrani tiklab beradi. Yoki gidrani bir qismini bo'lib taylasak, mana bu yerda oraliq hujayralar bor-ku, birdan o'zini o'zi mana bu yerda to'ldirib yuboradi. Tushunyapsizlarmi? Keyin bu taraf bitta gidra, bu tarafi bitta gidra bo'ladi. Oraliq hujayra vazifasini bilingmi? Regeneratsiya. Yo'qolgan qismni tiklab beradi birdan. Shuning uchun oraliq hujayralarning yadrosi yirik bo'ladi, tez-tez bo'linadi. Oraliq hujayra vazifasi shu bo'lyapti. Endi mana shu oraliq hujayralarda ham yonida yulduzsimon nima bor? Nerv hujayralari bor. Hamma joyda yulduzsimon nimalari bor? Nerv hujayralari bor. Bu yulduzsimon nerv hujayralari nima qiladi? Gidraga tashqi tarafdan nimadir tegsa, ta'sirlanadi. Ya'ni tashqi tarafdan nimadir tegsa, mana bu muskullari ya'ni qisqaradi yoki bo'shashadida, nimadirlar qiladidagina tanasini yig'ib oladi. Bu narsani refleks deymiz. Ya'ni o'sha hayvonlarda tashqi tomondan yetkazilgan ta'sirni bizlar bular sezyapti, ular refleks, ya'ni javob reaksiyasi, tashqi muhitga javob beryapti. Endi bundan tashqari o'quvchilar nima qolib ketyapti bizlarda? Otiluvchi hujayra. Ayniqsa paypaslagichlarining nimasida otiluvchi hujayralar ko'p. Kapsulasi ichida o'qi va bunaqa narsachasi. Qaranglar, dafniya, siklop yoki kichkina baliqchavoqchalari mana shu yerga tegib ketsa, u dafniyani yoki siklopni nima qiladi? Otiluvchi hujayra otadi, tirs otadi. Mana bu yerda nima chiqadi? Suyuqlik bilan zahar boradi, boyagi hayvonni falajlab qo'yadi. Boyagi hayvon o'zi bilan o'zi bo'ladi. Yo dushmandan himoyalanadi bu gidra, yoki nimani yeydi o'ziga, oziq topadi. Falajlangan nimani, mana bu kiprikchalar bor-ku, o'shalar mana bunaqa qilib tebranatdagini ichkariga tiqib yuboradi. Endi mana bu ichkarida oziq bor. Tushunyapsizlarmi? Oziq bor. Endi ichki qavat, ya'ni qaysi qavat? Endoderma qavat ish qiladi. Mana bu gidrani boshqatdan chizaman. Mana og'zi. Ichida nima bor dedik? Oziq modda bor dedik. Endoderma qavati ichida nima joylashgan bo'ladi? Endodermada o'quvchilar yirik ikki xipchinli va yirik bezli hujayralar. Xipchinli va bezli hujayra. Demak, xipchinli, necha xipchinli? Ikki xipchinli. Ana shu xipchinli hujayralar soxta oyoq chiqara oladi. Tushunyapsiz, harakat emas. Soxta oyoq chiqara oladi, amyobaga o'xshab. Mana bu oziqni tanani kavagiga turibdi-da, kavakning ichida turibdi. Ana shu kavakning ichida oziq, mana shu bezli hujayralar ta'sirida nima bo'ladi? Parchalanib ketadi. Endi sizlar go'sht oldilaring, go'shtni pichoq bilan to'g'radilaring, mayda-mayda bo'ldi. Uni yesalaring parchalanadi. Ya'ni go'shtni pichoq bilan to'g'rasalaring, go'sht hazm bo'ladimi? Parchalanadi. Demak, mana buning ichidagi ovqat parchalanyapti-da bu. Ya'ni to'g'ralyapti, mayda-mayda bo'laklarga bo'linyapti. Demak, mana buni o'chiramiz, endi qanday bo'ladi? Mayda-mayda bo'laklar bo'ldi endi. Mayda-mayda bo'laklar. Endi ana shu mayda-mayda bo'laklarni mana bu xipchinchasi bilan bir uradi. Mana bu yerda nima bo'ladi? Soxta oyoqchasi bitib qamrab oladi. Qaysi?
xipchinli hujayra. Soxta oyoq hujjasi hamroh olgandan keyin kim keladi? Hazm vakolasi keladi. Va endi nima qiladi? Mana shu yerda hazm qiladi. Tushunyapsizlarmi o'quvchilar? Mana bu yerda ham shunaqa xipchinli hujayra bor. Ikkita xipchin. Mana bu xipchin bir turtadi, keyin soxta oyoq chiqaradi degan o'quvchilar. Soxta oyoq nima qiladi oziqni? Qamraydi va atrofda nima bo'ladi? Hazm vakolasi va nima qiladi uni? Parchalaydi hazm shirasi orqali va ozuqa ikkita tarafda nima bo'lyapti? Parchalaydi. Birinchi bo'shliqqa kirib parcha-parcha bo'lyapti, keyin mana bunaqa nima bo'lyapti? Xipchinli hujayralar o'zini soxta oyoqlari bilan quchoqlab olib ichkarida hazm qilyapti. Bezli hujayralar nima qilyapti? Suyuqlik chiqaryapti-da, mana buni kirgan dafniyani parchalab beryapti. Bu ovqat yeyishi, parchalanish. Endoderma qavatida nimalar bor ekan o'quvchilar? Yirik bezli va ikki xipchinli hujayralar bor. Qaysi biri soxta oyoq chiqaradi? Mana bu. Bunda bez suyuqlik bor. Endoderma qavatida nimalar borligini bildilaringiz o'quvchilar. Pauza qilsangiz boshqa joylarni ko'rsating. Mana buni gidra deymiz va gidrani ovqatlanishi va yashashini ko'rdik. Endi ko'payishi ham bor. Va bu nurli simetriya ham deyiladi o'quvchilar. Tanasini teng ikkiga bo'lganimizda ikki tarafda hujayralar bir xil taqsimlanadi. Misol uchun meni ikkiga bo'lib tashlasa, bu tarafimda ham buyragim bor, bu tarafimda ham buyragim bor. Bu yoqda ham o'pka bor, bu yoqda ham o'pka bor. Lekin doim ham bir xil emas odamlar. Chunki jigar bitta tarafda bor, taloq bitta tarafda bor, yurak bitta joyda bor. Lekin mana bularda to'g'ri organ mas'ul, lekin hujayralar teng taqsimlanadi. Mana bu yoqda ham otiluvchi bor, bu tarafda ham otiluvchi bor. Bu yoqda ham oraliq bor, bu yoqda ham oraliq bor. Bu yoqda ham bezli bor, bu yoqda ham bezli bor. Bu yoqda ham xipchinli bor, bu yoqda ham xipchinli bor. Yulduzsimon. Tushunyapsizlar? Endi ko'payishi ikki xil o'quvchilar, jinsiy va jinsiz. Keyin o'sha jinsisini tushuntiraman. Jinsiz qanday bo'ladi? Jinsizda kurtak paydo bo'ladi. Kurtak paydo bo'lgandan keyin asta o'sadida yana o'quvchilar og'zini paydo qiladi. Og'zi va paypasidagi ishlar paydo bo'lgandan keyin mana ona bir tepadan turib o'zing kuningni ko'r deydi. Bu o'zi yashaveradi. Yana nima paydo bo'lar ekan? Kurtak. Kurtakdan og'iz bilan paypasidagi ish paydo bo'lgandan keyin endi o'zi ovqat yeya oladi-ku. Endi ona kerak emas. Bor yo'qol deydi, o'zing kunni o'zi ko'radi. Tushundingizmi? Ajralib ketadi. Endi jinsiy ko'paysachi, bo'rtma paydo bo'ladi. Bo'rtma paydo bo'ladi. Bu gemofrodit hayvon. Chunki hozir o'taman. Ikkovi ham ichida, jinsi ham jinsiz ham. Mana bu yerda spermatozoidlar paydo bo'ladi. Tuxum hujayrada xipchinlar bor deb yozilgan o'quvchilar. Spermatozoidlar tuxum hujayrani urug'lantiradi va u yerda nima paydo bo'ladi? Zigota paydo bo'ladi. Zigota mana bu o'lgandan keyin keyin o'sib chiqadi. Shunda bular gemofrodit, ham ayollik ham erkaklik bittasida bo'lib turibdi. Shunda Baribir o'yladi-ku, onasi bolasi paydo bo'lish uchun o'ylab bermaydi. Qulay sharoitda jinsiy deganmi, noqulay sharoitdami? O'sha noqulay sharoitda jinsiy paydo bo'ladi, keyin bir kun o'ladi. Keyin bolasi zigotani yorib chiqib hayot kechiradi. O'quvchilar, baribir kerakli ma'lumotlar shular. Endi gidroid poliplardan keyin koral poliplar bo'ladi. Koral poliplar sinfi. Ular ham misol uchun deylik aktiniya degan hayvon bor o'quvchilar. Og'zaki aytaman. Aktiniya degan hayvon gidrani o'zi faqat gidradan katta. Diametri 0.5 metrgacha boradi. Rang-barang, har xil rangda bo'ladi. Hayvon lekin. Keyin o'troq yashaydi ko'proq. Zohid aka degan qisqichbaqa bor-ku. O'sha bilan birga yashaydi, Zohid qisqichbaqalari bilan. O'g'ayingiz bormi Zohid degan? Ishqib dadam demang. O'zim lekin. Kitobda yozilgan aytyapman men. Zohid qisqichbaqalari bilan aktiniyalar birga yashaydi. Misol uchun men qisqichbaqa bo'lsam, men ovqat yeydigan bo'lsam, meni himoya qilib yuradi aktiniya. Chunki aktiniyada ham nima bor? Xuddi gidrada borda zahar otadigan nima bor? Qarajlaydigan nimalari bor-da, ishqat. Qisqichbaqani himoya qiladi. Va aktiniya sal gidradan kattaroq bo'ladi, shunaqaroq joylari bor. Endi koral polip degan narsalar bor. Koral polipni o'quvchilar bunday deb tushuntiramiz. Mana bu bitta koral bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda og'zi bor, kurtaklanib o'sadi. Mana bu yerda ham og'iz chiqadi, yana paydo bo'ladi, yana og'iz chiqadi, yana paydo bo'ladi, yana paydo bo'ladi, yana paydo va yana qarabsizki quruqlikka chiqib qo'yadi bular o'quvchilar. Quruqlik emas, suvdan tepaga chiqib ketadi. Tanasi suvda ostida edi va suvdan tepaga chiqib ketadi. Yana bitta narsa, bular ovqat yesa, hammasiga teng taqsimlanib ketadi. Yana bitta narsa o'quvchilar pastdagi onasi o'ladi. Yana bittasi bularni tashqi tarafdan qattiq qobiq qoplab olgan bo'ladi va u qalin qobiq kelajakda ohakka aylanib qoladi. Bular o'lgandan keyin ohak konlariga aylanadi. Demak, bular o'sib nimaga tepaga chiqib qolar ekan, juda ham katta orolga aylanib qoladi. Bular orolga aylanadi endi. Qushlar yoki qandaydir hayvonlar bu yerga nimadir o'simliklarni urug'ini to'kib ketsa, o'sha o'simlik o'sib chiqadi. Va koral riflar, koral orollar paydo bo'ladi. Mana pastdagilar o'ladi, tepadagilar yashil yoki har xil rangda bo'lib turaveradi. Bular hayvon o'simlikmi?
Hayvon, 7-sinfda o'tyapmiz, hayvon. Bular hozir kurtaklanib ko'payapti o'quvchilar, kurtaklanib ko'payapti. Endi savol tug'iladi, ustoz. Bu mana bu pastdagi o'ldi. Qachondir tepaga chiqqandan keyin, tepadagilar ham tepaga chiqib qo'ygandan keyin baribir bir kun o'ladi. Bular qanday ko'payadi degan savol tug'iladi. Qanday tarqaladi degan savol tug'iladi. Bular jinsiy ham ko'payadi. Jinsiy ko'payganda mana bu yerda bo'rtma paydo bo'ladi va bir-birini urug'lantirgandan keyin o'quvchilar lichinka paydo bo'ladi. Ana shu lichinka suv tubiga borib tushadi. Suv tubiga tushgandan keyin yana nima paydo bo'ladi? Mana bunga o'xshagan narsa paydo bo'ladi va yana betib ko'payib ketaveradi. Tushunyapsizlarmi? Kurtaklanib ko'payish bo'ladi bu. Lichinkalar orqali tarqaladi degan jumlalari bor bo'lyapti. Endi meduzalarga keladigan bo'lsa, meduzani ham og'zaki aytaylikda. Vaqt juda ham oshib ketyaptilar. 3 xil meduza berilgan. Qutb meduzasi bor, ildizog'iz meduza bor, keyin qaysi meduza bor? Aurelia dengiz likopchasi bor. Ana shu 3 xil meduzani joyi bilan yodlab qolishlaring kerak. Misol uchun, qiga to'g'ri kelmaydi-da. Qutb meduzasi Qora dengizda yashamaydi. Shimoliy dengizlarda yashaydi. Ildizog'iz meduza bo'lsa, Qora dengizda yashaydi. Aurelia bo'lsa, barcha dengizlarda yashaydi. Bu, mana bu nima dedik biz? Meduzani ham o'quvchilar xuddi ularga o'xshab ichi bo'sh bo'ladi va bu reaktiv harakat qiladi. Mana bu yerga suvni to'playdi-da, suvni bir qisadi, pastga suv tushadi, o'zi tepaga. Mana shunday qisadi, tepaga, qisadi, tepaga, qisadi. 8 oyoq ham shunday, 8 oyoqmidi? Ha, 8 oyoq. Ha, nima? 8 oyoq bor-ku. Ana shu ham xuddi shunday qiladi. Reaktiv harakat qiladi. Men 8 oyoq deganda men boshqa narsani tasavvur qilaman. Meduza bilan 8 oyoqlar reaktiv harakat qiladi. Suvni asta harakat qilganda oyog'i bilan harakat qiladi, lekin reaktiv harakat qilganda oyoqchasini harakat ishlatadi. Shunday bo'ladi. Meduzalarda ham ichi bo'sh bo'ladi, bo'shliq ichli bo'ladi. Bular ham ektoderma, endoderma bo'ladi. Juda ham ko'p yashaydi. Ha, ildizog'iz meduza bilan qora meduza, qutb meduzasi zararli bo'ladi. Aurelia degan meduza umuman zararsiz bo'ladi. Zo'rg'a chidab turibsizlar, darsga shu. Endi rangi ham bo'lsa kerak, shaffof bo'ladi-da ko'pincha. Lekin bular juda ham ko'p yashaydigan organizm. Ana shunaqa gaplar bor. Keyin nima bor? Bugun savol-javob ham qilaman sizlar bilan. Aynan savol-javob qilamiz-da. Hozir 10 gacha dars o'taylik. O'quvchilar keyingi darslarda ham chiroyli qilib, ko'ngilda deb o'tamiz. Bu shu yerda mavzu tugaydi. Ertaga ham ko'ramiz. Keyingi darslarda ham shu YouTube'ga joylab boramiz. Yaxshi nasib bo'lsa shu vaqtimiz ko'proq bo'ladi, chiroyli tushuntirishga harakat qilamiz. Bu safar mana shundayroq sal tiqilinch bo'lib qoldi-da. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi